Mana shu odamni texnologiyasi o'zi 35 mingga tushgan ekan, 1,5 ming dollarlik qo'shimcha Malayziya original yog'i u joy boshqa joyda bo'lmas ekan. Boshqa qotirmen dedim, arzonroq bo'lsa o'zbeklarga bo'lsin dedim. 29 ham emas, 28 ga ana qilib turibmiz. Endi yana joyda kelasiz, gaplashamiz, o'zi o'rnatib, ko'rsatib, to'g'rimi? Okey. Ana o'zbekchani ham nisbatan biladi. Yana kamiga endi qaysidir viloyatga bo'ladigan bo'lsa, ichga gaplashamiz, boradi, siz joyingizga o'rnatib, patkiluch, puski bosadi, tamom chiqib ketdi. Mana bunaqa narsalar chiqaraverasiz, mana ko'ryapsizmi? Xohlasangiz mana bu upakovkani endi bu ruchnoy qilyapti, unaqa stanovini ham topib beramiz, kerak bo'ladigan bo'lsa. Endi biznesni endi o'zlari biladi nima qilishni, o'shaning uchun sizlarni bir ortiqcha qilmaymiz. Telegramga yozsanglar to'liq obzorni yana bir qator qilib beraman. Kelasiz, ishlatib ko'rasiz, yana buzib olib borib, joyingizga o'rnatib, puski bosib, yuradigan qilib tayyor qilib beramiz. Shu nomerlarga telefon qilsanglar bemalol xizmat. Endi sababini aytaman. Olib kelibdi, o'rnatibdi, 3-4 qizlarni ishlatgan ekan, rashk qilishibdi, qarochi debdi. Buni deb, rashk xullas. Bular ham rashk qilar ekan, faqat o'zbeklar emas. O'shaning uchun shoshilib qoling, arzon narxda. O'zingiz agar olib keladigan bo'lsangiz 40 mingdan oshib ketadi, hojiki. O'shaning uchun bemalol, mana tayyor biznes.